Bundan oldingi xonadonni men videoga qo'ydim. 15 soat sotilib ketdi. Keling sizlarga hozir ikkinchi xonadonni tushuntirib ketamiz. Bu yerdan kirish xodi. Sizlar shkaf kutib oladi. Mana bu yerda bemalol kiyimni olib olsanglar bo'ladi. Bu tarafida hozir bizda mehmonxonasi, studiyniy formati qilingan. Oshxona, oshxonadan balkon, balkondan vidi dvorga qaragan. Umumiy ploshadi 72 kvadrat, g'ishli xonadonli, 9-qavatda joylashgan, Mirzo Ulug'bek Parkenskiy joyda. Bizda hozir xonadonimizda bu yerda duxkontrolni konsol bilan arestonni qo'yib ketdik. Xo'p, bu yerda hozir gazovaya duxovayasi mavjud va stroyni xolodilniki ham bor. Hamma texnikamiz Hoffman, bu yerda aboylar hammasi rossiyskiy, bemalol ko'rib kачествосini joyida ko'rsanglar bo'ladi. Pol laminatimiz Shvetsiyaniki, mebelni o'zi undan oldin ham aytdim. Masalan, mana mashinani tikanni biz tanlayotganimiz narxini maksimalniy qimmat qo'yamiz. Nima uchun? Ertaga 80 ming marta o'tirib turganingizdan keyingina buni kачествосida nimadir qanday o'zgarish bo'lishi mumkin. Xo'p, keling endi boshqa xonaga o'tamiz. Hojatxonani sirasi ko'rsatib ketaman. Kichkina emas, katta qilingan. Bu yerda dushovoy qo'ydik. Bu yoqda qo'yilgan sababi qibla tarafga qarab qolmasligi uchun planirovka shunaqa qilingan. Ranglarini juda ham mos qilib solishtirdik bu yerda, чтобы ertaga kelganingizda yoki kimdir yashasa yoqish uchun. Tepada bu yerda hozir natijnoylarni ham prozrachniy qilib qo'yganmiz va zakritay. Xo'p, bu yerda hozir bizda 3 xona bo'lyapti. 72 kvadrat undan oldin aytib ketdim. Bu yerda prachniy, xohlasanglar garderobga ham joy alohida shkaf yokida narsa qo'yib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Bu yerda bizda hozir детский ikkita farzand uchun alohida рабочий stolni qilib berdik. Har bitta xonada o'zini konditsioneri ega. Xo'p, endi biz sizlar bilan katta yotoqxonasiga o'tamiz. Stroyniy shkaf. Bu yerda mana o'zinglar bundoq ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng. Men hozir 0.5 tomonman, no. В принципе, ko'rsanglar, xudo xolasa hamma yoqadi degan umiddaman. Narx-navosi kelsa 133 ming start berganmiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, kelinglar, joyida ko'rib, yoqsa, jiz etsa, savdolashib baraka qilamiz.